Rassroshkaga 282 milliongacha sotilgan 5 kishilik Tracker Redline olgan ma'qulmi yoki o'z ichiga 7 kishigacha sig'dira oladigan narxi ham Trackerdan anchagina arzon, ya'ni 269 million 375 mingga ushbu italyanskiy SVM G05 Pro avtomobilini xarid qilgan ma'qulmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring, hozir batafsil ma'lumot beraman. Ushbu italyansimiz kapoti ostida 1.5 turbina 139 ta ot kuchi joylashgan. Tracker Redline'da esa 1.2 turbina 137 ta ot kuchi mavjud. Trackerimiz o'z ichiga 5 kishigacha odam sig'dira olsa, SVM G05 Pro avtomobilimiz esa o'z ichiga 7 kishigacha bo'lgan odamni bemalol sig'dira oladi. Qulayliklarga keladigan bo'lsak, multirul, rechaklik skorost, sensorli monitor, panorama tom. SVM G05 Pro avtomobilimiz ham sensorli monitor, joystikli ixchamgina qilingan, hattoki 3 xil rejimi ham bor. Multirul, to'laqonli polni panorama tom, e'tibor qilgan bo'lsangiz, tomi zavodskiy qora hisoblanadi. Tracker faqat orqa kamera bilan jihozlangan bo'lsa, SVM G05 Pro avtomobilimiz 4 ta, ya'ni 360 gradus kameralar bilan jihozlangan. Tanlov bizdan, taklif sizdan. Avtomobilimiz sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring va narx-navosi, oylik to'lovlarini bilish uchun pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Toshkent shahar Sergeli massivi 1 Moshina bozor orqa tarafida joylashgan Shinara SVM avtosaloniga tashrif buyuring. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.